qadrdonlar. Mana xudo xohlasa Kristavinamizni ham yangi qo'ydik mana. Shu firmadan ekan. Germanskida. Может germanskidir. Может germanski bas. Men Germaniya deb qo'ydim. Endi etiketga bo'laveradi-yu. Navbat. Totlar usta. Pavolotda. Xohlasa mana. Radiator deyilganida-yu, pompa deyilganida. Pompadan emas ekan, xalqsiz qo'ygan. Radiatorda shu ozgina joyi. Joyiga. Shu joyda ozgina qo'yibdi. Chakidan qo'yibdi radiatorni. Qaytib kelib qolibdi-da. Xudo xolasa. Mashina remont qilib berishsa, Glavniy usta bu Hasanboy. Xudo xolasa ozgina qoldi. Nima tushirishadi, remontini qiladi. Konkretni qilib inshaalloh bitadi shu bilan. Oldin qo'lda ko'tarilardi. Hozir mana oson bo'lib qoldi bunaqa tavla qilib olib. Radiator tushirishlar. Osongina. Radiator tushiradi. Ash joyidan qo'yishda. Ben chakidan ozgincha sizibdi. Hammasida bir xil kasalmish. Mana shu joy yorilgan. Mana ichki tarafidan sizib tushgan. Hozir usta aytishi bo'yicha hammasida dard bir xil ekan. Bo'lvalarda kasalmishlar. Endi chiroyli qilib boshqa qo'ydiramiz. Boshqa qo'yishyapti hozir, xudo xolasa. Bitta bizda bo'lmayapti ekan. Hozir yo 40 ta, yo 35 ta shin atrofida qilganman deyapti. Yaqin o'rtada. Obshi. Do'sti. Tayyor holat ekan shu. Radiator ustiga alyumin qo'yildi. Yasalib turibdi. Endi qo'yapti joyiga. Shu plastmasani olib tashlab, o'rniga mana alyumin. Cho'tga qilib birga bir qilib yasab qo'yibdi-da. Bir xohlasa endi o'rniga qo'ysa tayyorda. Inshaalloh. Xudo xohlasa joy-joyiga qo'yilyapti. Inshaalloh. Joy-joyiga qo'yilsa bo'ldi, tamom. Shunda suvni quyishadi, antifrizlarni. Antifriz bizniki ham sariq. Qizil bas yo'q, bas sariq antifrizlar. O'zini zavodskiy. Cho'tki xudo xolasa. Hozir qonun ustanovkasi bo'lgandan keyin quyiladi, antifrizlar yurgiziladi. Xudo xohlasa mana mashinani yurgizdik. Havo yo'qligi sababi havosini chiqarib tashladik. Cho'tki ishlashlari, yurishlari remont ustanovkalari bo'ldi. Orqa tarafini alyumin qildi bu joy. Inshaalloh bitta cho'tki. Xudo xohlasa mana kamchiliklarni qilib bitirib inshaalloh sekin astalik bilan qaytish. Radiator ko'ngildagidek bo'ldi. Buni pompa dedik. Yo'lda o'zim aytdim. Mana pompa deb o'yladim. Pompa qo'yib o'rmagan ekan. Bu joyda radiatorning tepasidagi o'sha plastmassa qo'yib o'rgan ekan. Plastmassani endi biz boshqa qo'ydik. Alyumindan yasadik.
Endi uni plastmassa qo'ygandan u radiatorda o'pish qo'yish kerak ekan. Endi unaqa qilmadi, alyumindan samodelka qilib yasab, xohlasa bitta sotki. Abduqahhor motorishdagi ishlar. Abduqahhor avtolar almashtiryapmiz. Воздушный благодетель filtr shunaqa narsalar. Благодетель filtr. Новый Volvo. Shunaqa holat. Chotki qilib tozalanib, mana shunday qilib qo'yilsa, chotki bo'ladi. Endi avtol qo'yamiz, Volvo qo'yamiz bunga. Nima sababdan juda joy olsak, mana bu joyga ketib qolak hozir hamma bo'ladi mana. Kollektor tarafdan trubka Abdulazizda suvarkalatamiz endi. Suvarkalar chiroyli qilib, короче, qaytadan ishlatiladi. Tamam. Shunaqa suvarkalanadi mana. Xohlasa qo'yadi. Joyi suvarka. Svarka qilindi endi. Patrubka tekshirib qo'ygan edim. Nima sababdan bu qurillayapti desak, mana shu joyda teshi joy bo'lgan ekan. Endi hamma Volvoda ham mana shu patrubka teshib bo'ladi mana shu. Ularni qildik, avtolar almashdi. Radiatorning ustiga alyumindan yasadik mana. Birga bir bo'ldi lekin. Joyiga bo'lib, xohlasa. Bir qator buni mo'ykacha qilinadi. Tamom. Mana Abduqahhorda ham kamchiliklar qolmadi. Xohlasa avtol filtr shunaqa mayda juda kamchiliklari bo'ldi. Endi navbat mo'ykaga. Uni chiroyli qilib bitta mo'yka qilib olsak bo'ldi inshaalloh. Tayyor, gatov. Endi mo'ykaga qarab harakatlanamiz. Navbat mo'yka. Xudo xohlasa mana toychog'im tayyor. Yuvib tarab chotki qilib qo'yibdi. Endi inshaalloh uyga qarab ketamiz endi. Uyga ortamiz. Tayyor. Lekin bu safar Sardor aka yuvmadi. Sardorbek do'stimiz yuvmadi. Uni ishlari bor ekan. Lekin yuvgan bola ham yaxshi yuvibdi, chotki yuvibdi, xudo xohlasa. Ko'ngildagi. Hamma mashina tayyor, mana yuvgan holatlari hammasining chotki yuvishib qo'yibdi.